Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram jamoat. Yaratgan Robbimiz Allohga hamdu sano, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga durudu salovatlarimiz bo'lsin. Mana bugun siz azizlar bilan Şaban oyining 25-kuni 13 fevral juma kunida Toshkent tumanidagi Hoji Ota deb nomlangan ushbu fayzli masjidda juma namozini ado etish va juma namozidan oldingi suhbatlarimizni shu joyda qilish niyati jamlanib turibmiz. Alloh taolo bu ulug' kunni hammamizga muborak etsin. Uzoq yaqindan kelgan, bosib kelgan yo'llaringizga, qadamlaringizga hasanotlar bitsin. Mana azizlar, qarangki, Ramazon oyining ostonasidamiz. Alloh nasib etsa keyingi hafta mana shu kuni inshaalloh ro'zador bo'lamiz. Bu yil inshaalloh Ramazon oyi kunlarini mana Turkiy davlatlar muftiylarining fatvo bo'limidagi fatvo markazlarining ulamolari bilan bir qatorda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi mutaxassislari Ramazon oyining dastlabki kunlarini va Ramazon oyida qilinadigan ishlarni, xatmi Qur'onlarni hammasini inshaalloh maslahatlashib, kengashib, ilmiy asoslar bilan o'rganib chiqishdi. İnşallah Rabbil Alamin bu yilgi Ramazonimiz 19 fevral kunidan boshlanishi kutilyapti. Yana anig'ini inshaalloh yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Alloh muborak qilsin hammamizga. Aynan Ramazon oyidan oldingi ayyomlarimizda, Ramazon oyidan oldingi juma ma'ruzamizning mavzusi ham aynan mana shu kunlarimizga munosib. Ramazon oyiga tayyorgarlik ayyomlari uchun juda bir munosib bo'lgan mavzu tanlangan. U mavzu zikr va salovatning fazilatlari degan mavzu. Alhamdulillah bu shunaqa bir mavzuki hammamiz bu amallarni har doim bajarishimiz mumkin bo'lgan, bajara oladigan amallar to'g'risida bugun inshaalloh suhbatlashamiz. Bu mavzuda har qancha suhbatlashangiz ham arziydigan, rohatlanadigan bir mavzu. Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomi sharifining 16 ta joyida, 16 ta oyatida siz bilan biz bandalarni zikr qilishga chaqirgan ekan. Ana shu oyatlardan birida aytadiki: "Estaizu billah, fazkuruni azkurukum vashkuruli va la takfurun." Sadaqallohul azim. Ya'ni bandalarim deyapti Alloh taolo. Mani zikr qilinglar. Mani yodlaringda tutinglar. Men sizlarni zikr qilaman. Men sizlarni o'zim yodimga olaman. Menga shukr qilinglar. Vala takfurun, kufronai ne'mat qilmanglar deya Robbimiz Alloh marhamat qilgan. Shu oyatni tafsir qilarkan ulamolarimiz aytadilarki, zikr degani lug'aviy ma'nosi eslash, yodlash, xotirlash tarjima qilinganda. Endi istilohiy ma'nosi, shar'iy ma'nosi esa Parvardigorimizni doimo yodimizda tutishligimiz. Alloh subhanahu va taoloning ismini, uning sifatlarini tilimiz bilan takrorlab, qalbimiz bilan yaratgan Robbimizga yuzlanishimizga aytilar ekan. Xususan mufassirlarimizdan birlari aytadilarki, bu oyatning ma'nosi Parvardigorimiz har birimizga aytayaptiki: "Ey bandalarim,
Tavba tazarru qilinglar doim. Doimo bir duolaring bo'lsa, iltijolaring bo'lsa, so'ramoqchi bo'lgan ehtiyojlaring bo'lsa, menga yuzlarini mendan so'ranglar. Hayotlaringning har bir lahzasida menga murojaat qilinglar. Meni yodingizdan chiqarmanglar. Men ham sizni gunohlaringizni kechirish bilan, duolaringizni ijobat qilishlik bilan, so'raganlaringizni ravo qilishlik bilan sizni doimo yodimda, e'tiborimda qilaman deganlar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu shunaqa bir amalki, yuqorida aytganimday oson. Faqat ixlos bilan yondashishimiz kerak-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar-ku, kalimatan xafifatan. Ikkita juda bir yengil kalima bor tillar uchun. Taqilatan fil mizan. Amallar taroziga tortilayotganda savobli solih amallarning pallasini eng og'ir qiladigan shu ikki kalima dedilar. Habibatani ilar rahmon. Parvardigorimizga judayam yoqimli kalimalar deb Sahih-ul Buxoriy asarida Imom Buxoriy bobomizning 7563 ta hadislardan iborat bo'lgan to'plamlarning eng so'nggi hadisi shu. U kalimalar qaysi ekan? Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Ana. Ko'rdingizmi? Qiyinmi? Qiyin emas-ku. Uni 3 marotaba takrorlasak tilimizga juda ham oson. Subhanallohi va bihamdihi. Alloh taolo pokdir va o'ziga xos maqtovlar bilan Alloh ulug'dir degani. Subhanallohul azim. Ana shu pok Robbimiz ulug'dir. Ma'nosi shu. Subhanallohi va bihamdi subhanallohul azim. Ana. Mana shu kabi zikrlarni qila olamizmi? Qila olamiz. Hafsala qilaylik. Shunga o'rganaylik. Buni har qayerda qilib ketaverishimiz mumkin-ku. Misol uchun mashinangizga o'tirdingiz, shaharga qarab ketyapsiz. Chorsuvga. Yo xalqlar do'stligi. Yo'llardagi tirbandliklar bilan hisoblasak, yarim soat 40 minutlik yo'l, to'g'rimi? Yo'ldasiz. Nima halaq qiladi? Subhanallohi va bihamdi, subhanallohul azim, subhanallohi va bihamdi aytib ketyapsiz. Haligi bekorchi aytaylik bir so'zlarni gapirishdan yoki aytaylik o'sha har xil noto'g'ri fikr hayollar bilan band bo'lishlikning o'rniga yoki chalg'ituvchi turli musiqalarning o'rniga shu zikrlarni qilib ketaversak bo'ladi-ku. Yo ish joyimizda, yo uyimizda, yo yotishdan oldin hamma joyda qilishimiz mumkin bo'lgan amal bu zikr. Shuni Parvardigorimiz aytayaptiki, doim zikr bilan mashg'ul bo'linglar. Men sizlarni o'zimga yaqin olaman. Gunohlaringni mag'firat qilaman, duolaringni ijobat qilaman, so'raganlaringni beraman, panoh tilaganlaringdan panohimda asrayman deyapti. Shu bilan bir qatorda shukr qilinglar. Shukr qilinglar. Noshukr bo'lmanglar deyapti. Ana. Demak, shukr qilish ham bu ham zikrning bir ma'nosi. Shukr qilganda banda o'zidagi yaxshilik ziyoda bo'lishligiga sabab bo'ladi. Noshukrlikdan hech kimga foyda yo'q. O'ziga ham foyda yo'q, boshqalarga ham foyda yo'q.
Noshukurlik bu ne'matni zoya bo'lishlikka. O'sha bor narsasidan ham mosuvo bo'lishga, tubanlikka olib boradigan bir holat. Ba'zida shu yoshi katta odamlar yoki ulamolar, nasihat qiluvchi pir va badavlat odamlar shukr to'g'risida gapirsalar, ba'zi bir yoshlarimiz nimaga bular faqat shukr to'g'risida gapiraveradi degan gaplarni eshitasizda. Azizlar, bu gap bizning gapimiz emas. Bu Parvardigorimizning oyati, yaratgan Robbimizning amri. Mana hozirgina o'qiganimiz. Alloh taboraka va taolo meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman. Menga shukr qilinglar, kufrona ne'mat qilmanglar deyapti. Hammamizni, har birimizni Alloh subhanahu va taolo bebaho ne'matlar bilan ne'matlab qo'ygan ko'p yaxshiliklarimiz bor har birimizning vujudimizda. Qani nima bor ekan deydigan bo'lsangiz, eng avvalo hayotimiz. Tirik jonzotimiz. Allohga shukr. Buni kim beradi? Allohdan boshqa jon baxshida etadigan zot bormi? Yo'q. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ota-onamizni sabab qilib mana shu yorug' dunyoga kelishimizni, tug'ilishimizni va hozirgi kunda hayot kechirishimizni nasib etib turgan ekan. Yuragimiz urib turgan ekan, nafas olib turgan ekanmiz, vujudimizda qonimiz aylanib turgan ekan. Mana bu oyoq qo'llarimiz ishlab, o'zimizni o'zimiz boshqarib turgan ekanmiz. Eng katta Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga bergan ne'matlarning biri shu emasmi? Endi boshqalarni ham mana birma-bir sanaydigan bo'lsak sanoga yetolmaymiz. Bunga ishoning. Yetolmaymiz. Shuning uchun ham Parvardigorimiz siz biz bandalarini shukurga chaqirganda, yana Ra'd surasining 28-oyatda aytadiki, Estaizu billah, allazina amanu va tatmainnu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sadaqallohul azim. Alloh taolo mana bu oyatda shu hozir biz sizga aytmoqchi bo'lgan sifatlar bilan sifatlangan bandalarni maqtayapti. O'zini kalomida maqtayapti. Qur'oni Karimda aytayaptiki, allazina amanu, iymon keltirgan bandalarim, iymon keltirgan bandalarim mu'minlar zikr amallari bilan mashg'ul bo'lib, qalblari taskin topuvchilar. Ya Allah. Zikr bilan qalb taskin topuvchi mu'minlarni Alloh maqtayapti. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ogoh bo'linglar. Zikr bilan albatta qalblar orom oladi, taskin topadi deb marhamat qilyapti. Ko'pchiligimiz alhamdulillah buni lazzatini bilamiz. Shunday bo'lsa, yana bir keling, ana shu rohatdan, shu taskindan, shunday bir huzur baxsh amallardan bahramand bo'laylik. Yurgan yo'limizda, o'tirgan joyimizda, mashinadami, yayovmi, xonadonimizdami, shu tilimiz va qalbimiz zikr bilan mashg'ul bo'lsin. Eng osonlarini bilamiz-ku.
Alhamdulillah. 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 Subhanalloh. Allohu akbar. Eng osonlar hammamiz eshitib, aytib yurgan zikrlarimiz. Faqat shu narsalarni talaffuz qilayotganimizda, aytayotganimizda o'shani bir ruhiyatini ham his qilib turishimiz kerak-da. Alhamdulillah deyamiz, biz Allohga shukr deyapmiz. Alhamdulillah deganimizda butun vujudimiz bilan shu so'zni ichimizdan aytaylik-da va tilimizda shu narsa zikr qilinsin. Buni ko'rasiz. Fazilatlar juda ko'p. Eng asosiysi bizning tanamizning ichidagi ruhiyatimiz ozuqalanadi. Och qolsangiz, bir narsa yeysizmi? Yeysiz. Yemasangiz ochlik qiynaydi. Shu darajadagi chidolmaysiz. Chunki uni ozuqalantirishingiz kerak. Nimadir yeysiz, iste'mol qilasiz. Chanqadingizmi? Marhamat. Halol pokiza o'sha suv bo'ladimi, ichimlik bo'ladimi, bir mevani aytaylik sharbati bo'ladimi? Marhamat, iching. O'sha chanqoqingizni qondirasiz. Xuddi shu kabi azizlar bu tanamizning ozuqasi bo'lsa, yeb ichish yoki dam olish. Bizni mana shu tanamizda harakatlantirib turgan ruhiyatimiz ham bor. Uni ham o'ziga xos ozuqasi bor. Aynan ruhning ozuqasi deydi ulamolarimiz. Ana shu zikr bilan bo'ladi deydi. Allohni doimo yodimizga tutishlik bilan bo'lar ekan. Agar bunga bee'tibor bo'lsak, ruhiyatimiz o'zidan zaiflashib boraverar ekan. Mag'orlab, zanglab qolar ekan. Uni ibodat bilan, shukr bilan, zikr bilan charxlab, poklab, tozalab turmasak, keyin qotib qolar ekan. U o'zini amrini bajaraveradi, Allohning amriga bo'yin surib. Ishini qilaveradi. Lekin biz undan mutmainlik topolmaymiz, taskinlik topolmaymiz. Ana o'shanisi yomon bo'ladi. Ko'zimiz ko'radi, ibrat ololmaymiz. Quloqimiz eshitadi, amal qila olmaymiz. Naqsh nasihat eshitamiz, uni qabul qila olmaymiz. Shunaqa bo'lib qolamiz. Alloh asrasin. Shuning uchun ham Parvardigorimiz siz bilan bizni zikr qilib turishga, shukr qilishga chaqirgan. Shu bilan qalblarimiz taskin topar ekan, orom olar ekan. Alhamdulillah. Aynan mana bugun, hozir kelib mana bu joyda o'tirganimiz ham bir zikr. Alloh taboraka va taolo kalomi sharifida aqimis solata li zikri, namozni mani zikrim uchun o'qinglar degan. Namoz zikrlarning eng kattasi namoz. Namozda niyat qilamiz. Qiblaga qarab turamiz, hammasi ibodat. Allohu akbar deb takbiri tahrimaga qo'limizni ko'taramiz. Qo'limizni bog'lagandan keyin duo qilamiz. Fotiha surasini o'qiymiz. Bu Alloh bilan bandasining o'rtasidagi muloqot bu. Munojot bu, iltijo. Arkasidan sura-i karimalarni zamsura qilamiz. Allohning kalomi. Allohning kalomidagi oyatlar ham aslida zikr bular. Yana takbir aytamiz, ruku qilamiz. Allohni ulug'laymiz. Hammasida zikr bor, alhamdulillah. Xuddi mana shu narsani namozlarimizdan tashqari holatlarda ham zikr qilib turishimiz kerak ekan. Endi ulamolarimiz aytadilarki, zikrni ikki turi bo'ladi. Ikki turi. Birinchisi shu qalb bilan, til bilan zikr qilish.
Ikkinchisi amallarda ham buni isbotlash. Amallarda ham isbotlash. Masalan, hozir namozni o'qib chiqdik, jumadan keyin shu darvozadan chiqqandan o'sha amallardagi zikrlarimiz bardavom bo'lishi kerak. Mana bu o'rtadagi mahallaning o'rtasida ko'chadan chiqdingiz, narigi katta ko'chadan mashinalar o'tib qaytyapti. Sabr qilib turasiz, o'tib ketsin. Siz o'zingizning galingiz, o'zingizning yo'lingiz ochilganda chiqing. Nariyoqdan katta yo'ldan kelayotgan mashinani yo'lini to'sib birdan chiqsangiz, halokatga sabab bo'lib qolishingiz mumkin. Nariyoqdan kelayotgan o'sha haydovchining haqqiga xiyonat qilgan bo'lishingiz mumkin. Ko'rdingizmi? Hamma joyda bu. Yo yo'lda bir bozorga tushdingiz, nimadir savdo qila olasiz uyingizga. Savdoni ham o'sha halol pokiza, chiroyli muomala bilan. Buni ko'paytirib ber, og'roq qilib ber, kerak emas. To'g'ri qilib olib beraversin. Jumadan keyin vaqtingiz bor. Tabarruk yoshdagi ota-onangiz bor. Borib bugun bir ziyorat qilib qo'ying-da. Parvardigorimiz chunki kalomi sharifida ota-onangni izzat hurmatini qilgin, Allohga ibodat qilgin, ota-onangga yaxshilik qilgin deb qo'yganda. Yoki bir bemor do'stingizni ko'rmagansiz anchadan beri bir xabar olib qo'ying. Yo ishingizga bordingizmi? Ishingizga sadoqat bilan, halollik bilan, poklik bilan yondashing. Bir kishi bilan nimadir kelishib qo'ygan bo'lsangiz, va'dalashib qo'ygan bo'lsangiz, ustidan chiqing. Mana shularning hammasi amaliy zikr deyiladi. Yo bir ishning ustida turibsiz. Agar ozgina yolg'on gapirib qo'ysangiz, katta foyda ko'rasiz moddiy. Ana shu joyda ham zikr lozim bo'ladi. Shoshma. Hozir men bunga yolg'on gapirib shuncha manfaat ko'radigan bo'lsam, Alloh subhanahu va taolo ko'rib turibdi-ku. Men buni aldasam Allohning huzurida nima deb javob beraman degan narsa mana bu zikr bo'ladi. Parvardigori yodda tutishlik shu bo'ladi. Ana shu yodda tutishlik, shu zikr bo'lgandan keyin yaratgan Robbimiz aytayaptiki, azkurukum, men sizlarni zikr qilaman. Ana bandam mani eslab shu yolg'ondan tiyildimi, men endi buni barakasini beraman deb kutmagan tomoningizdan ziyodasi bilan o'shandan ham kattaroq bir manfaat yetkazadi. Yoki undan ham kattaroq bir baloni oldini oladi. Bartaraf qiladi. Bu haqiqat. Buni faqat biz tafakkur qilishimiz kerak. Allohning va'dasiga inonishimiz kerak. Ishonishimiz kerak, unga amal qilishimiz kerak. Zikrdan ma'no shu. Yaratgan Robbimiz Oli Imron surasining yana bir oyatda allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Sadaqallohul azim. Yana bir toifa bandalarni maqtab aytayaptiki, u bandalarim shunaqa bir bandalarimki, meni zikr qilarlar, doimo eslaydilar, yodlarida tutadilar. Tik yurganlarda ham, o'tirganlarda ham, hattoki yonboshlab yotganlarda ham. Yer osmon va undagi narsalarni yaralishligini tafakkur qildilar zikr qilib. Hammasi mo'jiza-ku atrofimizda. Tasavvur qiling, uyingizda yotibsiz yonboshlab. Allohni zikr qilib, ey Parvardigor, shunaqa bir yer osmonni yaratib qo'yibsan. Bu quyosh qanaqa bir ajoyib bir mahluqoting, mavjudoting. Har doim o'z vaqtida chiqadi, o'z vaqtida yoritadi. Bu kurray zamin, bu yerimizning unumdorligi, bu ichib turgan suvlarimiz, olib turgan nafasimiz, minib yurgan markablarimiz, bu uy-joylarimiz, xotin bola chaqalarimiz hammasi to'g'rida zikr qilib, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb yotganingiz ham bu ham katta ajr ekanda. Alloh taolo shunaqa bandalarni ham kalomi sharifida maqtayapti.
Endi salovat masalasichi. Salovat bu zikrdan keyingi, Allohning zikridan keyingi Allohning habibini yodlash, u kishiga salomlar yo'llash, nomlari zikr qilinganda u kishiga salovatlar aytish. Bu ham azizlar, siz bilan bizning cheksiz imkoniyatimiz, bizning qo'limizdagi bebaho fursatimiz. Yaratgan Robbimiz siz bilan bizga mana shunday bir yengil, lekin juda ham bebaho bir fursatlarni berib qo'ygan. Biz hafsala qilib o'sha narsalarni bilib foydalansak kifoya. Parvardigorimiz bir hadis qudsiyda aytgan ekan. Laulaka va ma xalaqtul aflaka. Agar siz bo'lmaganingizda men bu falakni yaratmasdim degan ekan. Ko'ryapsizmi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Parvardigorimizning muhabbati shunchalik cheksiz. Biz ham Rasulullohni yaxshi ko'ramiz. U zotning haqlariga aytgan salovatimiz bizlar uchun dunyoda ham oxiratda ham najot ekan. Alloh subhanahu va taolo Robbimiz, bizni yaratgan Parvardigorimiz bizga amr qilgan. Bizlarga topshiriq beradi. Bizlarga ko'rsatmalarni yog'dirgan. Bizlarni yo'qdan bor qilib yaratgan. Borlig'imiz hammasi Allohning marhamati bilan. Parvardigor olam shunaqa bir zotki, u hamma narsani xohlasa deydi, bo'ladi, aytadi, qiladi, qildiradi. Lekin deydi ulamolar, lekin shunday buyuk zot qudratining, buyukligining, ilmining chegarasi bo'lmagan zot Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamning haqlariga salovat aytadi deyaptilar. Ko'ryapsizmi? Robbimiz Alloh Muhammad alayhissalatu vassalamga salovat aytadi. Ahzob surasida buni xabarini berib qo'ygan. Innalloha va malaikatahu. Alloh, albatta Alloh deyapti, o'zini aytayapti Parvardigorimiz. Albatta Alloh deyapti. Albatta deyapti, ta'kid bilan. Va uning maloikalari yusalluna alan nabiy, payg'ambarga salovat aytadilar deyapti. Alloh va maloikalari. Bu sharafni qarang-da. Bu sharaf payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamga qaratilgan sharafda. Nabiyda murod payg'ambarimiz. Ya ayyuhallazina amanu deyapti davomida Parvardigorimiz. Ey mo'minlar deyapti siz bilan bizga. Sollu alayhi, unga salovat ayting. Va sallimu taslima, chin qalbingizdan salomlar yo'llang deb siz bilan bizga ham amr qilyapti. Ko'rdingizmi? Alloh taborak va taolo o'zi bajaradigan ishni, o'zi qiladigan amalni siz bilan bizga ham tavsiya qilyapti, buyuryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni maqomlarini qarang-da. Alloh salovat aytsa qanaqa bo'lar ekan? Alloh salovat aytishib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga rahmatlarini, marhamatlarini, yaxshiliklarini yog'dirishi bo'lar ekan. Maloikalar payg'ambarimizga aytayotgan salovatlari Rasul akram sollallohu alayhi va sallamni ulug'lab, u zoti va barakotga duolar qilishlar bo'lar ekan. Siz bilan bizning salovatimiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning nomlari zikr qilinganda sollallohu alayhi va sallam Allohim u zotga salovat aytdi, u kishiga salomlarimiz bo'lsin degan bizning ham duoyimiz bo'ladi va bu narsa bizlarga 10 marotaba ziyoda bo'lib qaytadi. Koni foyda, har qanaqa ehtiyojingiz, har qanaqa muammoyingiz, har qanaqa tilagingiz bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko'proq salovat ayting-da, duolaringizni ijobat qiladi Alloh.
Va rafa'na laka zikrok deb payg'ambarimiz Alloh taolo biz sizni nomingizni bandalar zikr qilishliklarini, gapirib turishliklarini, aytib turishliklarini, haqqingizga salovat aytishliklarini yuqori bir cho'qqilarga ko'tarib qo'yganmiz degan oyat bor. Sharh surasida. Va rafa'na laka zikrok. Mana shu oyatning tafsirida ulamolarimiz aytadilarki, azonda ashhadu an la ilaha illalloh degan joyimiz bormi? Ana shu joyini ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb aytadi muazzin. Shu azon kecha-yu kunduz kurrai zaminda aylanarkan ketma-ket. Hozir mana qarib 3 milliardga yaqin musulmonlar bor-da. Bizda kunduzi hozir soat mana 1 bo'layaptimi? 13:00 bo'layaptimi? Amerikada aytaylik o'sha yarim kechasi 24:00 dan 1 ga qarab ketyapti-da. Biz hozir mana jumaga azon aytamizmi? Toshkent viloyati. Biroz nariyoqqa tushsangiz 2-3 daqiqadan keyin Sirdaryo aytadi. Sirdaryodan keyin Jizzax aytadi 2-3 daqiqada. Undan keyin Samarqandda aytadilar 2-3 daqiqadan keyin. Keyin Qashqadaryoda aytiladi. 2-3 daqiqadan Surxondaryoda aytiladi. Keyin Buxoroda aytiladi. Keyin aytaylik Xorazmda aytiladi, Qoraqalpoqda aytiladi. Mana shunaqa aylanaveradi. Payg'ambarimizning nomlari azonda. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Madina-i Munavvaradagi Rasulullohning abadiy qo'nim topgan maskanlarini ziyoratlariga borgansiz-ku. Kecha-yu kunduz 24 soat ziyoratda odamlar tinmaydi. Tinmaydi. Undan tashqari 3 milliardga yaqin odam bittadan salovat aytsa bir kecha kunduzda bu 3 milliard salovat degani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni haqiqiy ma'noda Alloh taolo u kishining zikrlarini oliy bir maqomlari ko'tarilgan shu emasmi? Ana shunday bir zotning ummatlarimiz u zotga ko'proq salovat aytadigan bo'lsak, dunyomiz ham oxiratimiz ham obod bo'lar ekan, Rasulullohning shafaatlariga dohil bo'lar ekanmiz. Payg'ambar alayhisalom aytlarki, "Man solla alayya solatan sallallohu alayhi ashron." Kimiki menga bir marta salovat aytsa, Alloh unga 10 marta salovat aytdi. Ulamolar aytadilar, sallallohu alayhi va sallam deb qo'ysak, 10 karra Alloh bizlarga o'zining yaxshiliklarini yog'dirar ekan, 10 karra darajamizni ulug'lar ekan va 10 ta gunohlarimizni mag'firat qilar ekan. Amin. Alloh taolo mana shu Parvardigorimiz zikrida, Rasulimiz sollallohu alayhi va sallamning salovatlarida bardavom bo'lishimizni o'zi nasib etsin. Kirib kelayotgan Ramazoni sharif hammamizga muborak bo'lsin. Ramazon oyiga ham sog' salomat yetib, inshaalloh Robbil alamin Allohning marhamatlariga muyassar bo'lishimizni o'zi nasib etsin. Elga, yurtga, xalqqa tinchlik, osoyishtalik. Yurtboshimiz, boshchilik butun elimizni Alloh taolo o'z panohida asrasin. Va axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin.